Zararlashimiz ish bitmaydi. Hozir bitta aka. To'ppa to'g'ri bo'lyapti. Yo'q, akajonga to'g'ri kelmaydi. Aka ismingiz nima? Abdujabbor. Abdujabbor aka, meniki Baxtiyorjon. Aka bitta narsa qilamiz, mayda chuda qilmaymiz. 50 so'm sotuvni 2 so'm o'tib beraman. Shunga xursandchiligimizga berdim aka. Xursandmisiz? Yo'q, aka to'g'risida Degan hisobini aka chaynamadim. Asl aka 50 so'm so'm o'tdi, yo'q to'xtang. 50 so'm so'm o'tmadim. Strofga qilmadim. 100 qo'yib yubordim. Yo'q, aka endi bitta narsa bozorda odamimizda, aka bozorda bilamiz, nechta qanaqa ketadi. Aka mayda chuda qilmayman, 50 so'm so'm o'tmadim, 300 ga xursandchiligimizga berdim. Aka 50 so'm so'mlar boshda qimmat bo'lmaydi, aka. Mashinaning gulini olyapsiz, aka. Oling. Alloh tavakkal. Men 2 so'm o'tib beryapman sizga. Xursandmisiz, aka? Olganga ham sotga Alloh baraka bersin. Oling, aka. Inshaalloh Xudo xolasa 2020-yil polni navorotlar bilan qora bayramiz sotdik. Buni hali kanalimizni qo'yib ulgurmaganmiz. Xudo xolasa aka mana Qo'qon mashina bozori ko'rib kelyapsizlar, aka. Narx-navolarimiz qalay ekan, aka? Mashina o'zi ham sizga ma'qul bo'ldimi, aka? Inshaalloh Xudo xolasa aka, plyuzdan biz baraka topaylik, mashinadan sizdan baraka toping. Olganga ham sotgan Alloh baraka bersin, aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kimga har qanaqa turdagi avtomobillarimiz kerak bo'lsa, Baxtur Motorsga murojaat qila olasizlar. Sizlarni Baxtur Motorsda kutib qolamiz.